Assalomu alaykum, meni barcha platforma orqali kuzatuvchilar. Mana bugun yakshanba kungi ertalab yurishimizni boshladik. Ertalab 6-7 da chiqadigan kortizol gormonni 15 minut jismoniy mashq bilan yo'qadi. Shu kun bo'yi kayfiyati yaxshi yurishga olib keladi. Yakshanba kuni bo'lishiga qaramasdan o'zimiz oldimizga maqsad qo'yib, o'sha maqsadlar haqida o'ylab, o'sha maqsadlarga fikran yetishib, o'sha maqsadlar bilan harakat qilinsa, dam olinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Kuni bo'yi ertalabdan kechgacha telefon quchoqlab, telefon kovlab, internet kovlab yotish bu dam olishga kirmaydi. Hammalarga sog'lom turmush tarziga yashashga yakshanba kuni bo'lsa ham shunday qolaman. Sog' salomat bo'linglar, kanallarni obuna bo'ling.